Birinchi variant 36-masala. Hujrada 33 mol glyukoza bor. 33 mol glyukoza bor. Ikki qismga bo'laman. X bu parchalanmagan qism, parchalanmay qolgan qism, Y bu parchalangan qism. Endi X qismini X mol deb oladigan bo'lsam, demak bunga 33 minus X ketgan. To'g'rimi? Endi birinchi qiladigan ishim bu yerda shuning Y qismi to'g'ri parchalanadi. Parchalanmay qolgan X qismini hosil qilishga sarflangan aktivlar deyilyapti. Glyukozaning Y qismidan hosil bo'lgan suvlar soni teng bo'lsa deyilyapti. Bu yerda topadigan birinchi ishim to'liq parchalangan glyukozani topib olishim kerak. Bu yerda 302.400 kilojon energiya xloroplastda hosil bo'lgan deyilyapti. 302.400 taqsim 40 ga bo'laman. Aktivlar soni chiqadi. Ya'ni 7560 mol aktivlar. Endi 7560 bo'lsa, buni 30 ga bo'laman. Mitoxondriyadagi aktivlar chiqadi. Mitoxondriyadagi aktivlar demak 252. Endi mana shu 252 ni bo'laman 36 ga. To'liq parchalangan glyukoza moli chiqadi. 7 mol. 7 mol bu mitoxondriyada parchalangan glyukoza, ya'ni to'liq parchalangan glyukoza moli. Demak, Y ni 2 ga bo'ldim. To'la hamda chalagi. To'liq parchalangan glyukoza moli demak teng ekan 7 mol. Demak, chala parchalangan qoladi. Hop, 33 minus 7 ya'ni hop 26 minus X. 26 minus X qoladi. Endi hop, bu yerda aytilganki, Y qismini hosil qilishda, X qismini hosil qilishda sarflangan aktivlar deyilgan. Ikkinchi ishim X qismini hosil qilishda sarflangan aktiv deyilgan, ya'ni X ko'paytirilgan 18. 18 X teng bo'lishi kerak ekan, bulardan hosil bo'lgan suvga teng bo'lishi kerak ekan. 7 mol to'liq parchalangan 44 ga ko'paytiraman. Buni chala parchalangan bo'lsa 2 ga ko'paytiraman. Shunda endi 7 ni 44 ga ko'paytirgan chiqadi menda. Hop 7 ko'paytirilgan 308. Bu yerda endi 26 ni 2 ga ko'paytiraman. 52 minus 2x bo'ladi. Endi umumiy yig'indisini hisoblaydigan bo'lsa, bularda demak 360 minus 2x. Bu teng bo'lishi kerak ekan, ya'ni 18x teng bo'lishi kerak ekan. Hop, 360 minus 2x teng. Buni hisoblayman. Hisoblaganimda 20x teng bo'lishi kerak ekan 360 ga. X teng bo'ladi shunda 18 ga. 18 ga teng bo'ladi. Demak, parchalanmagan qismi bor, keyin to'la parchalangan bor, chala parchalangan bor. Bu yerda parchalanmagan qism demak qancha ekan? Parchalanmagan qismi 18 mol. To'la parchalangan glyukoza moli oldin topib olganimiz 7 mol. Chala parchalangan glyukoza moli chiqadi. Endi menda x 18 chiqadigan bo'lsa, menda 33 dan x olaman. Bunda 15 chiqadi. 15 dan 7 si to'la ketgan. Demak, chalaga qancha qolgan? 8 mol qolgan. Demak, chala 8 mol. Masala shartiga o'tamiz. Masala shartida aytilgan ortib qolgan sut kislota, ya'ni chala parchalangan glyukozani 2 ga ko'paytirgan. Hop. 3-ish chala parchalangan glyukoza mol 8 mol ko'paytirilgan. 2 teng 16 mol. Ortgan sut kislota. Ortgan sut kislota. Endi bu ortgan sut kislota keyin aytilganki xloroplastlarda ortgan aktivdan sintezlangan glyukozaning miqdori deyilgan. Xloroplastlarda qancha aktiv hosil bo'lganda 7560 hosil bo'lgan. Endi menda parchalanmagan qism bor. Parchalanmagan qism bu xloroplastlarda hosil bo'lgan aktivdan sintezlangan.
Ya'ni 18 ga ko'tarilgan 18. 18 ga ko'tarilgan 18 qiladigan bo'lsam, bu yerda chiqadi menda 324. Menda 7560 monotifim bor edi. Undan 324 glikoz sinteziga ketibdi shunda. Demak 7560 minus 324. Hosil bo'ladi menda chiqadi 7236. Endi 1 mol glukoza 1 mol glukoza hosil bo'lishi uchun 18 ta tef ketsa. Menda 7236 ta tefim bor ekan. 7236 chiqadi menda bo'ladigan bo'lsam 402. 402 menga bu kerak. 402 kerak. Emetdagi ortgan sut kisati kerak, ya'ni 16 mol. Endi javob demak 402 plus 16 418.